tadqiqotlarning natijalari bo'lishi kerak. Tadqiqotlarning natijalari bo'lsa, keyin bularni o'rgatsa bo'ladi. How long you working here? I'm working here 2 years. Mana ko'chalarda Milliy gvardiya ichki ishlar xodimlari ham kelib, hamma yoqni qarab, kerak bo'lsa yordam beradi. Bolalar ko'cha o'zida bemalol yuradi, ko'chalari ravon, yorug'. Mana hozirda workout maydonchasida bolalarimiz shug'ullanib borishmoqda. Bundan maqsad yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Mahallamizda shuncha sharoit yaratilgan, foydalanyapmiz, gaplashdik, xursandmiz kelganlardan. Oldin mana mahallada bir qancha muammolar bo'lsa, to'g'risi kimga yetishib bilmas edi odam. Hozirda mutasaddili o'zligi kelib, joyida aholi bilan, fuqarolar bilan gaplashib, suhbatlashib, ijobiy hal qilib berishmoqda. Buning uchun albatta avvalambor prezidentimizga katta rahmat. Chekka mahallalarimiz ham obodlashib, xalq farovonligi kundan-kun ravnaq topib, yurtimiz obod bo'lib boryapti. Buning uchun yurtimizning tinchligini saqlayotgan zabardast o'g'lonlarimizga ming rahmat. Muammolarni o'rganishlari kerak, qanaqa yordam berishlari kerak. Umuman bu yerda jinoyatchilik yo'q. Shunaqa o'tgan yillarda bo'ldi, doimiy ravishda mana shunaqa tinch, aholi tinch yurishdi. Bizning mahallamizda hamma sharoitlar bor. Nafaqat kunduz kuni kechqurun kelib o'tsa, o'ynab ketsa bo'ladi.